ko'p narsalarni tasavvur qilaman. O'zimni muvaffaqiyatga erishayotgan holatimni. Lekin shu tasavvurlar bilan yashab yurib, ularni real hayotda qachon bo'lishini bilmay qoldim. O'zimni shunday aldardim. Hozir emas, keyinroq. Yana biroz tayyor bo'lishim kerak yoki sharoit bo'lsa boshlayman. Aslida esa bu bahona edi. Ba'zida o'zimni xuddi hamma narsadan orqada qolib ketayotgandek his qilaman. Xuddi hayot poygasida start chizig'ida qolib ketganman. Qolgan hamma allaqachon ketib bo'lgan. Lekin endi tanlov qilishim kerak. Yana kutishmi yoki bo'lmasam qo'rquv bilan bo'lsa ham harakat qilishmi? Harakatsiz natijalarni orzu qilib yashashdan ma'no yo'q. Men mukammal bo'lishga va'da bermayman. Lekin harakat qilishga va'da beraman. Yiqilsam yana turishga, videolarni vaqti cho'zilib ketsa yana qayta boshlashga va'da beraman. Bu kanalda shunchaki videolar emas, bu kanal meni mas'uliyatim. Agarda sen o'zingni boshlayman deb yurgan bo'lsang, bu sen uchun signal.